Assalomu alaykum doktor. Diastaz haqida ham ma'lumot bering. Diastaz ayniqsa tug'ruqdan keyingi ayollar orasida keng tarqalgan holat. Uni oddiy tilda tushuntiramiz. Diastaz nima? Diastaz bu qorin old devoridagi to'g'ri mushaklarni, rectus abdominis deb nomlanadigan mushaklarni orasidagi biriktiruvchi to'qimani cho'zilishi yoki ajralishidir. Oddiy holatda bu mushaklar bir-biriga yaqin joylashgan bo'ladi, ammo homiladorlik paytida bachadon kattalashgani sari ular yon tomonga siljiydi va o'rtadagi bog'lovchi to'qima liniya alba deb nomlangan oq liniya cho'ziladi. Belgilari qanday bo'ladi? Qorin markazida ko'krak ostidan kindigacha cho'zilgan yumshoq yoki bo'shliq shaklidagi chiziqni sezishingiz mumkin. Qorin bosilganda barmoq chuqur kirib ketadi. Odatda 2 barmoqdan ortiq bo'lsa, bu diastaz hisoblanadi. Qorin shakli gumbaz yoki bo'rtib ko'rinishga ega bo'ladi. Ayniqsa turganda yoki kuch ishlatganda yoki kuchanganda bu yana ham seziladi. Ba'zi holatlarda bel og'rig'i, holsizlik, siydik tutolmaslik yoki ichki bosim hissi bilan ham kechishi mumkin. Sabablari yuqorida aytganimizdek homiladorlikda qorin mushaklariga ortiqcha bosim tushishi bo'ladi. Ko'p homiladorlik, egizaklar, katta chaqaloq yoki tez-tez qisqa muddatda tug'ruq ham bu holatni ko'p uchrashiga olib keladi. Ba'zi genetik moyilliklar, noto'g'ri mashqlar, og'ir yuk ko'tarish ham bu vaziyatga moyillikni oshirishi mumkin. Davolash qanday bo'ladi? Fizioterapiya mashqlari, diastazni kamaytirish uchun maxsus mashqlar mavjud. Buni siz albatta mutaxassis fizioterapevt nazoratida bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu ko'pincha chanoqni devorlarini kuchaytirish, qorinni, ko'ndalang mushaklarni kuchaytirish va shunga o'xshagan mashqlarni bajarish bilan erishishingiz mumkin. Lekin nazarda tuting, qorin oldi devoriga o'z boshimchalik bilan mashqlar qilmagan ma'qul. Sababi ba'zi qorin oldi devoriga qo'llanadigan mashqlar diastazni yomonlashtirishi ham mumkin. Tibbiy nazorat muhim. Agar ajralish 3 barmoq va undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bel og'rig'i, siydik tutish bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Bandajlar yoki bel bog'lamlari vaqtincha belni yoki qorin devorini qo'llab-quvvatlash uchun foydali bo'lishi mumkin, lekin albatta nazarda tuting, bu mashqlar bilan shifokor nazoratida qo'llanilishi kerak bo'ladi. Diastaz tuqqandan keyin taxminan 6-12 oy ichida o'z-o'zidan yaxshilanishi mumkin. Lekin mashq qilinmasa, to'g'ri chora-tadbirlar qo'llanilmasa, u butunlay tiklanmasligi mumkin. Erta aniqlash va to'g'ri mashqlar bilan 3-6 oy ichida sezilarli natijalarga erishish mumkin. Tug'ruqdan keyin 1 oy o'tib belda og'riq bo'lishi mumkinmi? Tug'ruqdan keyingi bel og'rig'ini mumkin bo'lgan sabablarni sanab o'tamiz. Gormonal o'zgarishlar. Tug'ruqdan keyin relaksin degan gormon hali ham tanada bo'ladi. Bu bo'g'imlar va mushaklarni yumshatadi. Natijada beldagi og'riqni keltirib chiqarishi mumkin. Orqadagi mushaklarning zaifligi. Homiladorlik davrida qorin mushaklari cho'ziladi. Bu esa belga ortiqcha yuk tushishiga olib keladi. Buning natijasida ham tug'ruqdan keyin og'riq kuzatilishi mumkin. Emizish pozitsiyasi, ya'ni noto'g'ri holatda uzoq vaqt emizish ham belga zo'riqish berishi mumkin bo'ladi va natijada u bel og'rig'iga olib keladi. Kesivra yoki tabiiy tug'ruqdan keyingi holatlar, masalan, operatsiyadan keyingi harakatsizlik, noto'g'ri yotish yoki tiklanishni to'liq bo'lmasligi ham bel og'rig'ini kuchaytirishi mumkin. Stress va charchoq, ya'ni chaqaloq parvarishi bilan bog'liq uyqu yetishmasligi va ruhiy zo'riqish ham mushaklardagi taranglikni va ba'zan og'riqni keltirib chiqarishi mumkin. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Og'riq kuchli, harakatni cheklayotgan bo'lsa, og'riqdan keyin isitma, qattiq shishish yoki oyoqlarda uvishish qo'shilsa, 2-3 haftadan ortiq davom etayotgan bo'lsa va yomonlashsa, og'riqni yengillashtirish uchun tavsiyalar qanday? Har kuni yengil cho'zilish mashqlarini qilishingiz mumkin, albatta doktoringizdan ruxsat olgan holatda. Emizishda belni qo'llab-quvvatlovchi yostiqlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi va emizish davrida to'g'ri pozada emizish. Keyingisi issiq kompress yoki iliq dush bel mushaklarini bo'shashtirishga va og'riqni kamaytirishga yordam beradi. Agar og'riq yengil bo'lsa, ba'zi og'riq qoldiruvchi yengil vositalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi, jumladan parasetamol, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashgan holatda. Homiladorlikda ozish mumkinmi? Ekrandagi videoni tomosha qilib, bu haqida bilib oling.